haydovchilik guvohnomasi kerakmi? Velotay velosipedlar uchun kerak emas. Tirbandlik ham yomon. Dastavkangizni vaqtida olib bormaysiz. 20 tagacha ham dastavka olib olasiz. Shu elektrovelosiped velotay bilan. Velosipedda. Eng asabiylashadigan ham o'sha zakaz kutib o'tirish. Zakazni kutib qolasiz. Eng qiziq bo'lgan savol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga kuryerlarga oid bir savolim bor edi. Xo'p. Ishda elektrovelosiped uchun haydovchilik guvohnomasi kerakmi? Velosiped uchun kerak emas. Velotay velosipedlar uchun kerak emas ekan. Shuning uchun ana shu Velotay korxonasining velosipedlarini oldik mana bugun. Qaysi biri qiyinroq? Ko'p buyurtma olishmi yoki tirbandlik yoki yomon yo'llarmi? Hammasi ham o'ziga yarasha yomon-da. Tirbandlik ham yomon, dastavkangizni vaqtida olib bormaysiz, zakazni kutib o'tirish ham yomon. Hamma ishi o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Buyurtmalarni yo'qotib qo'ygan vaziyatlaringiz bo'lganmi? Yo'q, unday vaziyatlar bo'lmagan, chunki har buyurtmani qabul qilishimda ham tekshirib olaman. Ham lokatsiyani to'g'ridan-to'g'ri qabul qilib, to'g'ridan-to'g'ri qaraydigan bo'lsa, o'sha lokatsiya bo'yicha adashmasa, bo'lmasa adashmaydi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Eng qiziq bo'lgan savol, kechikkaningizda mijozlar qanday munosabatda bo'lishgan sizga? Har xil vaziyat bo'ladi. Bir xil klientlar urushib beradi, bir xil klientlar ham mayli deb indamaydi. Yo'q, aytavering bemalol. Kuniga odatda nechta buyurtma qilasiz? Asosan 3-4 soat ichida 20 tagacha ham dastavka olib oladi. Shu elektrovelosiped velotay bilan. Velosipedda. Ancha yaxshi. Eng g'alati yoki qiyin buyurtma qaysi bo'lgan? Eng g'alati va qiyin bu sushi barlardan oladigan zakazimiz. Chunki sababi unga beriladigan vaqt uzun tezkor, misol uchun men uzun tezkorda ishlayman. Uzun tezkordan berilgan vaqt taxminan programma bo'yicha zakaz gatov bo'lib chiqib keladi. 10-15 minut ichida, lekin haligacha bu zakaz tayyor bo'lmagan bo'ladi. Asosan sushi barlardan ana shu zakazlarni kutib qolishimiz bo'ladi. Kuryerlik ishida eng asabiylashadigan narsa bu nima? Eng asabiylashadigan ham O'zi anchadan beri ishlaysiz kerak-a? Anchadan beri ishlayman. Eng asabiylashadigan ham o'sha zakaz kutib o'tirish. Zakazni kutib qolasiz. Shu mijozlar bilanchi? Mijozlar bilan hech qanday mojaroga hali biron marta bormaganman. Biri bo'lmasa har 3-chi yoki 4-chi klientim, misol uchun naqd bo'lsa, naqd cheki beradi, choy-chaqa puli yoki programma orqali Telegramga tashlab beradi. Oxirgi beradigan sizga savolim, buyurtmalarni tezroq yetkazish uchun ekrandan ko'rinib turibdi, qaysi elektrovelosipeddan foydalanishingiz. Yana bitta taassurotlaringizni aytib o'tib keting. Ancha bo'ldimi olganingizga? Yaxshi yuryaptimi? Bugun oldim, hozir tekshirib oldim. Haqiqatan ham Velotay Pro velosipedlari menga yoqdi, to'g'risi. Дополнительный batareyalargacha bor. Shuning uchun 7-8 soat bemalol ishlasa bo'ladi bunda. Kuniga 4-5 soat ishlardim boshqa velosipedlarda, lekin mana bu Velotayda hozir imkoniyat juda ham katta. Shuning uchun harakat qilamiz endi ko'proq pul ishlab topishga. Do'stlar, agar elektrovelosiped va kuryerlar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qoling. Capital Express Velotay.